Botir Sheraliyevich Qodirov, taniqli o'zbek qo'shiqchisi. Shou-biznes sohasida 2005-yildan buyon professional san'atkor sifatida faoliyat yuritadi. Pop va folklor janrida ijod qiladi. Madaniyat va san'at fidokori, ko'krak nishoni sohibi. 2019-yilda Xitoyda o'tgan Xalqaro Pekin festivalida O'zbekiston vakillari, ya'ni Botir Qodirov ijodiy jamoasi oliy mukofotni qo'lga kiritgan. Tavalludi Botir Sheraliyevich Qodirov 6-may 1981-yil tug'ilgan, Andijon viloyatida. Kelib chiqishi va yoshlik yillari. Botir Qodirov san'atkorlar oilasida tug'ilib o'sgan. Bolaligidanoq qo'shiq kuylashga ishtiyoqmand bo'lgan va san'at ta'siri ostida ulg'aygan. Oilasining deyarli barcha vakillari san'atkor bo'lishgan. Ona-bobosi Nabijon Qodirov bastakor hamda changchi sozanda bo'lgan. Ona-buvisi Tojixon Ahmedjanova Andijondagi Oxun Boboyev nomli teatrda aktrisa bo'lib ishlagan. U Botir Qodirovni san'at sohasidagi ilk ustozi edi. Kichkinaligida san'at haqida ilk tushunchalarini buvisidan olgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktrisa Zulxumor Qodirovadir. Botir Qodirov maktabni tamomlagandan so'ng 2000-yil To'xtasin Jalilov nomidagi Andijon davlat san'at bilim yurtida tahsil olgan. U yerda andijonlik maqom yo'nalishidagi qo'shiqchilar ijrochisi Azizbek Zaynabitdinovga shogird tushgan. Keyin esa Toshkent davlat madaniyat institutining an'anaviy xonandalik fakultetiga o'qishga kirgan. Ashula va raqs estrada bo'limida tahsil olgan. Institutda Orol Mirzo Safarov, Rahmatjon Tursunov kabi ustozlardan tahsil olgan. Keyinchalik taniqli o'zbek bastakori Musoxon Nurmatovdan milliy estrada yo'nalishidagi qo'shiqchilik sirlarini o'rgangan. Institutni 2005-yil bitirgan.